Nimaga aynan do'stlar loy bosishni o'rniga mana shu mahsulotdan foydalanish kerak deydiganlar uchun videomizni oxirigacha ko'ringlar do'stlar. Buni afzalligi nimada? Nimaga loydan bu ustunligi ko'p deydiganlar uchun do'stlar qaranglar. Bu mahsulotimiz yengil bo'ladi, vassalliklarni chiritib yormaydigan bo'ladi, to'sinliklarni bukib yormaydigan bo'ladi do'stlar. Eng qiziqarlisi bu quyilgandan keyin betonga o'xshab qattiq qoladi deyishyapti. Endi bu qanaqa mahsulot deydiganlar uchun to'liq video qilamiz, ustamizdan birma-bir ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Usta aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sizlarda qiynalmay kelib oldinglarmi? O'zingiz yaxshimisiz? Shuni olaman endi. Xo'p, usta aka, endi bu loydan afzalliklari nimada endi buni? Xo'p, loydan afzalligi aka birinchi navbatda yengil bo'ladi, 3-4 barobar yengil loydan. Xo'p, changimaydi. Eng asosiysi aka issiq sovuqni ushlaydi bu. Loyga o'xshab yorilib ketib, uqalanib issiq sovuqni chiqarib yormaydi. Pastdagi issiqni tepaga, tepadagi issiqni pastga o'tkazib yormaydi aka. Ha. Hop, yozda sovuq, qishda issiq bo'ladi aka, xudo xolasa, uylarimiz. Ya'ni tevadagi shipirdan o'tayotgan issiqlikni pastga o'tkazib yormas ekanda, pastga o'tkazib yormaydi. Endi qalinligi qancha bo'ladi buni? Qalinligi aka 7 dan 10 gacha bo'lyapti. Mana bir qator quyiladi aka. Mana o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz. Bir qator bu yoqqa quyildi. Mana ustidan yana qalinlashtirib ketiladi. 7 dan 10 deyiladi aka. Shu narsaga biz bemalol garantiya bera olamiz aka. Ya'ni bu suyuqligini hisobiga har bitta o'techkani ham yopib boradi. Xuddi hech qanaqa teshigi qolmaydi aka. O'techka qolmaydi. O'techka qolmaydi do'stlar. Endi xo'p, 3 barobar yengil bo'ladi. Toshga o'xshab, hali betonga o'xshab qattiq qoladimi bu narsa? Steshga beton singari qotiydi, lekin yengil bo'ladi bu narsa. Xudo xolasa qattiqligi, mustahkamligi yaxshi. Endi qarang, juda ko'p joyda bir xillar yorilib ketyapti. Kommentariy yozishyapti-da, kommentariydan bekorga yozishmaydi. Yorilib ketyapti, boshqa bo'lyapti deyishyapti. Bu nima sabab yorilib ketadi bu? Yorilib ketishining sababi loyni hozirgi kunda hamma retseptini noto'g'ri qilyapti. Bu narsani hamma ishda aytadi-yu, kattalarda gap qolgan. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degan. Bizda shu narsani anchadan beri foydalanayotgan odamlardan o'zimiz o'rganganimiz uchun shu retseptimizni 4 yil davomida hech qanaqa o'zgartirmasdan qilib kelyapmiz. Xudoga shukr, hozirgi kunda reklama ishlari, tanish bilishlar, bir-biriga do'stlar, boshqalar tavsiya qilishadi. Ya'ni o'sha ustozlaring menimcha birinchi bo'lib mana shu mahsulotni o'zlari olib kirganlar, albatta. Yo'q, bu narsani O'zbekistonga xudo xolasa, menimcha vodiy bo'yicha Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida biz qildik deb o'ylayman, birinchi navbatda. Bu narsa asosan Qozog'iston, Rossiya, Qirg'izistonlarda qilinadi. Vodiy bo'yiga 4 yil oldin birinchi marta biz olib kirdik deb aytaman-da. Ayta olaman, xudo xolasa. O'sha vodiyga birinchi bo'lib kirib kelgan do'stlar. O'zi ko'p narsa vodiyga birinchi kirib keladi, shunaqa nimalar. Xo'p, endi buni qalinligi necha santimetr? Qalinligi 7 santimetrdan 10 santimetrgacha bo'ladi, xudo xolasa aka. 7 dan 10 gacha bo'ladi. 7 plus bo'lar ekanda. 7 plus deb hisoblanaveradi aka. Bemalol tekshirib olaveradi uyda egasi. Bizda haligi uyda egasidan xijolatli bo'lib qolish, boshqa narsa yo'q. Mana o'zlaring videoda ko'rayotgandek, xudo xolasa chiroyli qilib, qalin qilib quyib beriladi bu narsa. Hozir videoda ham ko'rinyapti, mana rosa qalin bo'lib ketgan mana shu joylarimiz hozir o'sha 7 sm, eng kami 7 sm bo'lishi kerak do'stlar. Ana bu tomon qalin bo'lib, yupqalashi suv oqib ketaveradi. Ustidan quyib ketaveradi. Quyilyapti, yana oqyapti, to'xtayapti. O'sha ustiga dababka qilib ketaveradi. Toshga o'xshab qattiq qoladi. Yozgi kunida uyingiz muzday bo'ladi, qishki kunida issiq bo'ladi uyingiz do'stlar. Hali konditsionerdan, o'tindan bemalol ekonom qilsalaring bo'laveradi. Endi xizmatlar qanchacha ko'rsatiladi? Xizmat xudo xolasa respublika 12 ta viloyat bo'yicha vodiy bo'ylab narxlarimiz 45 ming so'mdan, hamma mahsulot o'zimizdan vohalarga kelishilgan narxda, xudo xolasa. Vohalarga kelishgan hamma mahsulotni o'zlaring olib kelasizlar, ammo taji izaspanligacha o'zlaring olib kelib, hamma mahsulot o'zimizdan. Endi uyda egasini nima qilib berish kerak sizlarga? Uyda egasidan talab qilinadigan narsa bitta chiroyli muomala bilan, chiroyli obed, tok bilan suv. Tok bilan suv. Shu narsani masalan kvadratiga pul sanasa bersa bo'ldi. Do'stlar, hali buni juda ko'pchilik aytayapti-da, qildirganlar ham aytayapti. Loy suvoqdan arzon ham tushadi deyishyapti. Haliga 35 ming so'mdan loyni bosib berishyapti ekan. Undan tashqari unga qum olib kelib, som olib kelib, 5-6 kun ishlaydi. Abed qil, boshqa qil bo'lib, bundan qimmat tushib ketyapti ekanda.
Endi 200 kvadrat joyga necha kunda qilib berasizlar? 200 kvadrat joyga agar hamma yo'g'imiz tayyor bo'lib, vassalarimizni yaxshi qotgan bo'lsa, bir kunda bitirib chiqib ketamiz. Hamma yo'q tayyor bo'lsa bir kunda bitirib chiqib ketaveramiz. Juda ham zo'r. Do'stlar, 200 kvadratga agarda hashar qilib qildiradigan bo'lsa, 4 kun, 5 kun qildirasiz. Abet olib beruvlarga boshqa bir puli bundan ham qimmat tushib ketadi, lekin loydan ko'ra buni effekti anchagina zo'r do'stlar. Xudo xolasa mana uy quryapman, mana shundan foydalanaman do'stlar. Kimgadir shunaqangi pena beton xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarga telefon qilinglar do'stlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Vodiy bo'ylab 45 ming so'm, voha Toshkentlarga kelishilgan holatda u tomondagi narx-navo semonni narxi har xil bo'lganini hisobiga, yo'l kiralari borligini hisobiga plus-minus bo'lib qoladi do'stlar. Bemalol aloqaga chiqsalaringiz, sizlarga chiroyli qilib pena beton xizmatini qilib berishadi.